Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Judo kompaniyasining Grubiy очистка filtrlari, ularning vazifalari va turlari haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Grubiy очистка filtrlarimizning asosiy vazifasi markaziy suv ta'minotidan kirib kelayotgan 90-100 mikrondan yirik bo'lgan jismlarni ushlab qolishga xizmat qiladi. Ko'rib turganinglar Judo filtrlarimizning ikki xil modeli mavjud. Reduktorsiz va reduktorli modellari va ularni ikki xil razmerlari bor. 1 dyuymli va 1,4 dyuymli. Reduktorli modellarimizning oddiy modellarimizdan farqi faqat reduktori borligida emas, balki o'zini manometriga egaligi va montaj jarayonida gidroblokimizni gorizontal yoki vertikal holatda o'rnatish imkoniyatini berishidadir. Agar KVS, ya'ni o'tkazuvchanligi kattaroq filtrlar kerak bo'ladigan bo'lsa, unda sizlarga reduktorsiz filtrlarimizni tavsiya qilamiz, chunki reduktorsiz filtrlarimizning o'tkazuvchanligi reduktorli filtrlarimizdan ko'proq bo'ladi. Solishtirish uchun 1 dyuymli reduktorsiz filtrlarimizning o'tkazuvchanligi 7,1 kub bo'lsa, reduktorli 1 dyuymli filtrlarimizda o'tkazuvchanlik 3,6 kubga teng bo'ladi. Filtrlarni qanaqa o'rnatish, qanaqa podbor qilish haqida gaplashib o'tdik. Endi ularni qanaqa tozalash haqida gaplashamiz. Ko'rib turganinglardek, filtrimizning mana shu qismini yengil harakat bilan pastga tushiramiz. Bu yerda shisha kolba orqali siz filtringiz qanchalik kir bo'lganini ko'rishingiz mumkin va yengil harakat bilan mana shu joyimizni bitta sikl оборот bilan aylantiramiz va shu orqali filtrimizni promyovka qilsak bo'ladi. Mana shu joyda e'tibor bersanglar, ikkita strelkasi bor. Shu strelkasini bir-biriga shunday to'g'rilab qo'yish bilan chiskamizni yakunlaymiz. Har ikkala modellar haqida gaplashib o'tdik. Endi qo'shimcha uskunamiz, ya'ni servoperiodimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Servoperiodimizning asosiy vazifasi tozalash jarayonini avtomatlashtirish bo'ladi va bu servoperiodimizni bir haftada yoki 2 haftada yokida bir oyda bir tozalaydigan qilib nastroyka qilish mumkin. Judo filtrlarining yana bir afzalliklaridan biri har bir modellarda o'zini kalendari borligi va bu kalendar orqali qachon suvimizni tozalaganimizni belgilab qo'ysak bo'ladi. Judo filtrlari haqida sizlarni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarga yozib qoldiringlar va bundan qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ha, albatta, like bosishdan chiqmasin. Salomat bo'ling.